Sizlar ham e'tibor berasizlar mana shunaqa videolarga yo bitta men e'tibor beraman mana. Qizlarni oldiga borib turib, bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qancha topish kerak desa, so'mdami, dollardami deydi. Shu menga qo'ysa bitcoinda deyveraman, opani miyasi yetmay qoladi uni yog'iga. Aytavering opa, o'zimiz hisoblab olamiz. Ну, so'mda допустим 80 million topsa, undan 60 millionini men o'zim xarajatlarimni uchun ishlataman, o'zim chiroyli bo'lishim. 60 million men uyda bitta tipratikan bakaman-da, shunga 20 million sarflasam, gideta Marilyn Monroe'larni uruvinidagi chiroyli bo'lib qoladi, tushunyapsizlar? 60 million o'g'il bola bo'lish kerak 60 million bilan unaqa bo'lib turish uchun, to'g'risida. Qanaqa bola bo'lish kerak desa, chiroyli, badavlat, kelishgan, aqlli, boy, o'ziga qaraydigan. Opa, u hammasi bitta odamda bo'lish kerakmi? Siz 5 ta odamning xarakterini aytyapsiz, to'g'risi bu sizni turishingizga ham qiziq. 3 ta pastdagi videoda ham labis ko'rinib turibdi, qo'ysangiz, opa, ularni ruschasiga maza qilaman, bilasizlar? Bitta so'zlar yodlab oladi, aytib turib, уже окончаниyalar bir-biriga sal tortishni boshlagan, sekin o'zbekcha gaplashaveraylik.